Hozir men seni davolayman. To'xta uka, bu ishing qilma, to'xta. Xo'roz shamollaganda ukol bilan davolanmaydi. Agarda sizning ham xo'rozingiz xuddi mana shunaqa toshma toshib shamollab qo'ygan bo'lsa, ukol qilishga aslo shoshilmang. Xo'rozingizni ukol qilib qo'yadigan bo'lsangiz, noto'g'ri qilsangiz, yo oyog'idan qoladi, yo ignani chuqurroq sansangiz o'ldirib qo'yishingiz mumkin. Ukol bilan siz buni tez tuzata olmaysiz. Buni esa tuzatishning yo'li juda oson. Sizning xo'rozingizda ham xuddi shunaqa chechak toshadigan bo'lsa, mana shu uchala dorini bir-biriga qo'shib turib, ertalab 1 gram, kechqurun 1 gram og'ziga sepsangiz agar va ketidan ozgina iliq suv ichirib olsangiz agar 3-5 kunda tuzatishga erishasiz. Profilaktik chora-tadbirlar uchun mana shunaqa jo'jalaringizga bermoqchi bo'lsangiz, uchalasini aralashtirgan holatda 30 gram dorini 10 litrdan 15 litrgacha suvga aralashtirib turib, 3 kun mobaynida ichirsangiz agar badandagi butun shamollashlari ketadi jo'jalaringizda. Agarda ushbu video sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, bu videoni xo'rozboz tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Romavetuz bo'ldi.